Mana snayper dorisini sinab bering. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik savol tug'ilyapti mana. Yarim litrga eritganmiz. Bir 2 qoshiq shakar qo'shilgan. Mana. Molxonaning ko'pchilik xatoda bu ichlariga sepib yuboryapti-da. Mumkin emas. Bu o'zi pasha chaqiradi, molni ustiga ham sepmaysizlar. Pasha chaqirib beradi mana chekalariga. Shunday holatda. Bir kunda bir mahal obработка qilib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Anaqa sepadigan topa olmadik. Ha, qo'l bola bu yoq. Bo'ldi, undan yog'ini keyin ko'rsatamiz. Qani, rezultat aka. Snayper sepganimizga bo'ldi, yarim soat bo'lgan bo'lsa. Endi bu yana kelib xonada dars davom etayotgan ishlar, ha? Bu bir kun. Endi har kuni buni molxonaga, uyga sepganda ham bir nuqtaga sepishni tavsiya qilaman. Qayoqqa sepsanglar, shu yoqqa pasha yurishni boshlaydi. Buni xususiyati shu. Mol ustiga sepganda aytib ketasiz. Mol ustiga ko'pchilik sepib qo'yayotganda, mol ustiga sepish shart emas, kerak emas.